Assalomu alaykum. Bugungi mashinamiz Hyundai Santa Fe 2015-yil 5 mistalok O'zbekistonga proxodnoy. Yaxshi komplektatsiyada, korичневый rangda. Salonni ham o'zi ko'rsatamiz. Arqa bagajlari lift, knopka bilan ochilib yopiladi. Salonni kojaladi. Qaro rangda. Knopka bilan yana yopiladi o'zi. Orqa qismini ko'rib chiqqan buni zavodga o'zining ishtiroklari bor. Sidinlarning holati yaxshi. 5 mistalok. Bitta elektropaketi bor. Hamsidinasi bor. Sidina lift 2015 birka. Rol isidi. Drive modlari bor, slipoj zonasi bor. Ikki taraflama rol upravleniyasi bor. Elektronniy ruchnik, avtohol, обогрев охлаждения. Passajirni обогрев охлаждения, patronik, oldilarida ham patronligi bor. Zadniy kamera. Holati zo'r, qiziqarli, siyozga chiqarasiz.